nimaga boru nima shunaqa ekanman deyman. Muhim kunlarimda dizaynerlarga ishonaman, даже primerka ham qilmayman-da, rasm tashlab beraman. Xuddi shunaqa qilib bering deyman. Bo'ldi deyshadi. Chotki qilib beraman, sложный fasonlarni deyshadi-da, lekin mana hozir Daskukning to'ylariga ketishim kerak. Salonda makiyaj qildiribman, ko'ylak kiyapti. Dastavkadan olganman deb qarasam, umuman boshqa narsa. Umuman men kutgan ko'ylak emas-da. Endi yana boshqa yo'lga ko'ylak olishga ketyapman hozir shu holatimda. Misol uchun qilolmasa, birov ishontirish kerak emas. Muhim kunni menga ishonmasin, qo'y, men rasvo qilib qo'ymay deyish kerak-da. O'zi bilasizlar, bir marta shunaqa hodisa bo'lganmanda, kiyib ham ko'rmasdan juda qattiq afsuslanganman-da. Xuddi shunaqa holat yana hozir takrorlandi. Nima qilishimni bilmay ketyapman ko'ylak olishga. Bugunni amallayman, hozir borib boshqa ko'ylak kiyib ketaman, lekin oldinda Zaytun Awards turibdi-da, unga adashishga haqqim yo'q. Chiroyli narsa kiyishim kerak. Menga ko'pchilik o'shanda yozdi. Feruza Xorazmlilarga tiktiring, Xorazmda va pishi zo'r dizaynerlar bor deyishdi. Nima ko'pchilikni tanimayman u yoqda. No, rasm jo'natsangiz rasmingizdan ham zo'r qilib beradiganlar bor deyishyapti-da. Menga jo'natinglar, bilasizlar, bunaqa kunlarda adashib qolish juda yomon narsa ekan. Ancha vaqt vijdoninglar qiynalib yuradi-da. O'shaning uchun yaxshi dizaynerlarni menga yozib boringlar. Zaytunga men hali ko'ylak tiktirmagan dizaynerimga необычный narsa qildirmoqchiman-da. O'sha maqsadim. Yozib borsanglar, kimlarni taniysizlar, kimlarning ishlarini ko'rgansizlar, shunga qarab inshaalloh bitta yaxshi dizaynerga bir необычный такой ko'ylak qilishim kerak. Bugun lekin yomon xafa bo'ldim. Men shunaqa odamlarga ishonib qoladigan sodda odatim ham bor. Bilasizlarmi, odamlarning hayotida hamma narsa joy-joyida bo'ladi-da. Даже mehmonga to'yga keladigan kiyimlari 3-4 kun oldin tayyor bo'ladi. Endi o'zlarining to'ylarini gapirmasam ham bo'ladi. Meni to'yimda даже bironta salonga borib kelin ko'ylak kiyib ko'rishga vaqtim ham bo'lmagan. Bo'lmasam qanaqa zo'r salonlar chiqqanda, lekin vaqtim bo'lmagan. Bu safar ham mana Daskukning to'ylariga bitta qizga ishondim-da, yuraverdim o'zim ishlarimni qilib-da. Ko'ylak kiyyapti, ko'nglimdagidek emas. Yana boshqa joyga ketyapman. Shoshib-shoshibda yana menga aytishadi, kechga qolib yurasiz hamma joyga deb. Bilmayman, atilab qilmayman. Nima qilib, bu narsa mening taqdirimda yozilganmi, yo bunga o'zim aybdormanmi? Bilmayman, xullas. Nimaga shunaqa? Erga tegib ham o'zgarmadim. Shundoligimcha hamma yo'lga kechga qolib, tillab boraman. Bilmayman, hozir qanaqa ko'ylak bor endi u do'konda. Nima kiyaman? Asabim buzilsa, hozir to'yxonaga shundoq kirib boraman. Bab gapirishadi meni. Baribir shundoq ham har kuni gap bo'laman. Nima qilib yana gapirishadi? To'yanani beraman, tabriklayman, ozgina o'tiraman. O'rtaga chiqib o'ynamayman, lekin krossovkadaman-da. Voy, bir kulgim ham keladi. Nima shunaqa ekan deyman-da. Endi men bilaman, shu hamma narsa yaxshiligiga. Hamma narsa yaxshiligi, nimaki bo'lmasin. Bu narsani hazm qilib olish bor faqat. Shu jarayondan o'tib olsam bo'ldi. Kabluk olganman. Zolotistый kabluk, zolotistый sumkam bor. Men shu kiyimimga zolotistый kabluk bilan sumka kiyib shundoq kirib boraymi? Nodir opa, to'ylaringiz muborak bo'lsin. Mana to'yana. Endi ozgina sizni sharmanda qilaman deb o'rtaga chiqdim. Astag'firulloh.